Quvni bosish kerak ekan to'xtatish uchun. Eslab qolinglar. Windows Shift Q. Xo'p, qarang, bugun demak o'taydigan darsimiz responsive web design. Ya'ni moslashuvchan web dizayn. Ya'ni moslashuvchan web saytlar qanday yasaladi? Moslashuvchan web saytlarga misol sifatida sizlarga hozir men bitta ochib ko'rsataman. ixtiyoriy bittasini ochib ko'rsatamiz. Mana misol uchun men bu saytda ham qarasalaring, mana 3 xil turibdi. Birinchisi katta, ya'ni kompyuter ekrani, ikkinchisi planshet, uchinchisi telefon. Tushunarli? Hozir biz kompyuterda ochyapmiz. Mana shunday ko'rinadi kompyuterda. Primerno, ha? Endi prosmotr kod qilamizda, buni bunday kichiklashtiramiz. Qanday ishlar? Mana planshet. Mana bular 4 taligida 2 talik bo'lib qoldi endi. Ha? Boya mana bunda ozroq joy bor edi. 4 talik. Ha, endi o'zi maksiz ekan. Mana shunday. Hammasi 2 talik bo'ldi. Tushunarli? Endi buni yana ham kichiklashtirsak, hozir telefon versiyaga o'tkazsak. Hay, endi shunday ko'rsatang sizlarga o'tishim. Mana. Tushunarli? Hmm. 600 pikselda telefon versiyaga, necha pikselda? 800. Yo, mingda. Mingda 992 deykan, ha? Xo'p, qaranglar, bitta mana shuni yasaymiz, demak, bitta konteyner. Xo'p, ichidan ishda boksdan 4 ta va 8 ta qilaylik. Xo'sh, endi qaranglar, konteynerga background color beramiz. Boxga ham background color beramiz. Hozircha bizda nima bo'ladi? Hech narsa ko'rinmaydi. Chunki uni ichi bo'sh narsaga bizlar background color beryapmiz. Endi konteynerda biroz heigh'ini oshiraylik. Heigh'iga misol uchun 400 piksel. Mana, endi heigh'i chiqdi. Xo'p, endi mana bu box buni displayni o'zgartiramiz. Display grid. Bunda ya'ni hamma element nima bo'lib qoldi? Mana bunga bitta border beraylik ko'rinishi uchun. Xo'p, ajralib 1 piksel solid qilay. Hozir mana bu yerda bitta elementdek bo'lib turibdi, lekin 8 ta element mana bunday. Tushunarli? Shu 6 ta, 7 ta bo'lib qoldi, bu yoqda 7 ta ochib qo'ydik. Mana 7 ta bo'lgan ekan-da. Mana 8 ta element bo'ldi. Endi bular joylaymiz xuddi boyagidek. Display grid template columns, auto. 4 tadan bu joylansin. Mana. Orasini biroz ochamiz. Gap. 20 piksel. Mana. Tushunarli? Endi qaranglar. Hozir bizada dizaynimiz responsive emas. Kichiklashtirsak, kichiklashtirib ketaveradi va mana bunaqa cho'zinchoq bo'lib qoladi oxiriga borib. Endi bizlar shunday qilishimiz kerak. Boyagi 992 da kichik 2 talik bo'lish kerak. 600 da bittalik bo'lish kerak. Demak, sabachga qo'yamiz. Media screen yoziladi.
Ha? Bundan keyin and qo'shimchasi yozilib, bu yerga qavsni ichiga max with To'liq. To'liq biz. Va max Videosini esa yo'q, with shunday yoziladi. Mana bu joy almashib qoldi. With max with. Demak, qancha dedik? 992 pikselda. Ana, bit. Ha, shito. Ha. Bit. Aytamiz. 992 piksel bo'lganda, 992 piksel bo'lganda konteynerning xususiyati, ya'ni qaysi xususiyat? Mana bu 4 ta edi-ku. Ana shunisi 2 ta bo'lib qolsin deymiz. Ha. Ha, to'g'ri qo'ydim. yana bitta asl. Ha, ikkita. 2 ta bo'lib qolsin. Abnavid kichiklaştiramiz. 992 ga keldi, 2 ta bo'ldi. Lekin biz o'zgarib ketyapmiz. Heyit o'zgaribdi, chunki men buni heyitini nima berib qo'yganmiz? 400 berganmiz, endi 4 qator siqish kerak-da, boya 2 qator to'ldirib turuvdi. Endi 4 qator to'ldirib turish kerak. Tushunarli? Mana shunday. Undan keyin yana xuddi shundan bitta olamiz. Burası 600 dolar maksimum. 600 bo'ladi. Endi bunda Bitta Bitta bor. Bunda yo'q. Asana garam. Avvalga avash kerak. bitta mana shu kod, mana media screen. Endi sizlar veb-sayt qilayotganlaringda shunga e'tibor berishlaring kerak. Erta men planshet versiyaga o'tkazaman deyotganda, men bu kompyuterda desktop versiyani tayyorlayotganda planshet versiyaga o'tkazganda osongina xuddi mana shunday bitta xususiyatni o'zgartirib qo'yib, planshet versiyaga o'tadigan qilib turib shablon tayyorlash o'rganishlaring kerak-da. Ha? Chunki uni bilish uchun sizlar mana bu veb-saytni birinchi olib qilayotganlaringda 3 ta ko'rinishni ham ko'rib olishlaring kerak. Ha. Kompyuter versiyasida kichiklashtirasizlar. Ana, planshet versiyada kichiklashtirasizlar, mobil versiyada. Tushunarli? Uchalasini ham ko'rib olishlaring kerak bo'ladi. Aynan binoni rasmi barasini yozib qo'yapti. Qaysi? Bir bo'lib qolyapti. Display non bo'lyapti. Misol uchun men bu yerga kelganda o'sha H1 da men aytib qo'yaman, men telefon versiyaga kelganda H1 display inline emas, blok emas, no, yo'qoladi. Tushunarli? Qiyin emasmi? Hozir